Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, oldindan biz diqqatingizga bu hafta huzuringizga sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tanishtiramiz. Diqqatingizda Xitoyda Uyg'urlarning vaqa sodir qilganligi haqidagi xabarimiz bo'ldi. Xitoy buning tafsilotini e'lon qilmadi. Shundaqla Turkiyadagi hokimiyat partiyasida yangidan qurultoy o'tkazildi. Baş minister Ahmet Davutoğlu, hazırki baş minister Ahmet Davutoğlu bu qitimqi yangi qurultayda o'zining nomzod bo'lmaydiganligini e'lon qildi. Bu yangi bir hokimiyat keldiganligidan darak berdi. Shunday qildiqda yana Yaponiyaning Sharqiy Janubiy Osiyodagi harakatlari Xitoyni norozi qildi mavzuda xabarimiz bo'ldi va Suriyaning Halab shahriga Rus va Asad armiyasining 2 haftadan buyon davomlashgan ig'ir bombardimoni natijasida 300 dan ko'p kishining hayatının ayrılganlığı haqidagi xabarimiz bu va buningda boshqa xabarlarimiz diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy Sharq Turkistonda 26 ming ixtisosli xodim kamchiligini e'lon qildi. Sharq Turkistonda oliy maktablarni bitirgan Uyg'ur yoshlarining ish topolmay yurishi Xitoy ko'chmanlarining ixtisosli xodim nomida Xitoylarni yo'tkab kelib ishga o'rinlashtirishi norozilik inkosi qo'zg'adi. Xitoy Sharq Turkistonda ixtisosli xodimlar kamchil bo'lish sonining oshib berayotganligini, 26 ming ixtisosli xodim kamchil ekanligini da'vo qildi. Oliy maktablarni bitirgan Uyg'ur o'quvchilarining ish topolmay yurishi Xitoy ko'chmanlarining ixtisosli xodim nomida yo'tkab kelinib ishga o'rinlashtirilishi norozilik inkosi qo'zg'adi. Xitoy xalq to'rining 27 aprel xabar qilishicha, atalmish avtonom rayonlik odam kuchi va ijtimoiy kafolat nazorati odam kuchi boyliqi botir boshqarmasining bildirishicha 2016-yili kamchil bo'lgan ixtisosli xodim 26627 odam bo'lib, 2015-yilining o'xshash mazgildagidan 41% ko'paygan. Xabarda aytilishicha, mazkur organ 2014-yildan boshlab har yili ixtisosli xodimlarga bo'lgan ehtiyoj ahvolini tekshirib e'lon qilib kelgan. Ve 3 yıldan buyon ixtisosli xodimlarning kamchil bo'lish soni yildan yilga oshdi deb xulosa chiqargan. Ma'rif va sahiya sohasida ixtisosliklar kamchil bo'lish soni oldingi qatorda turgan. Xabarda ixtisosliklarga qo'yilgan o'lchamning nima ekanligi, qanday o'lcham bilan baholaydiganligi haqida ma'lumot berilmagan. Sharq Turkistonning janubining ixtisosliklarga bo'lgan ehtiyojining davomli oshidiganligi bildirilgan. Bu xabar boshqa turlarga ko'chirib besilgandan keyin tushgan inkoslarda rayonda har yili oliy maktabni bitirib ish topolmay yurgan ixtisosliklarning eshib-teshib turayotganligi o'tirg'i qo'yilgan. Xitoyning har yili nurg'un Xitoy ko'chmanlarini ixtisosli xodim nomida Sharq Turkistonga yo'tkab kelib ishga o'rinlashtirishi Sharq Turkistondagi ishga o'rinlashish va iqtisodiy tengsizlik tanqidga uchrab keldi. Amerika diniy erkinlik dokumentida Uyg'ur musulmonlarining ahvoli bayon qilindi. Xalqaro diniy erkinlik komiteti 2016-yillik xalqaro diniy erkinlik dokumentini e'lon qildi. Dokumentda Xitoy 2016-yili diniy erkinlikka tajovuz qilishdagi alohida andishilik davlatlar qatoriga tizilgan. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti 2-may dushanba kuni 2016-yillik xalqaro diniy erkinlik dokumentini e'lon qildi. Dokumentda aytilishicha, 2015-yili yer sharida diniy erkinlik bostirishga uchrash vaziyati izchil yomonlashgan. Dokumentda 2015-yildagi har qaysi rayonlardagi diniy erkinlikning tahdidga uchrash ahvoli tahlil qilib ratlangan bo'lib, Xitoy 2016-yili diniy erkinlikka tajovuz qilishdagi alohida andishilik davlatlar qatoriga tizilgan. Dokumentda aytilishicha, 2015-yili Xitoyda diniy erkinlikka tajovuz qilish ig'irlashgan. Xitoy bir tarafdan xalqarodagi o'rnini mustahkamlashni umid qilgan. Shuning bilan birga davlat ichida ommaviy tashkilotlarning kishilik huquq va qonunni tashabbus qiladigan ovozini o'chiradigan siyosatlarni tuzgan. Dokumentning Xitoy qismida nuqtaliq holda Uyg'ur musulmonlari, Tibetlar, xristianlar va Falun Gongchilar duch kelgan diniy bostirishlar bayon qilingan. Amerikaning bu bostirishlarga bo'lgan siyosiy va takliflar berilgan. Dokumentda Xitoyning 2014-yildan boshlab terrorizmga qarshi turish harakati qanot yaydirib, Uyg'ur musulmonlariga qarata keng ko'lamli cheklimlarni yurgizganligi va 2015-yili 1-oydan boshlab qattiq zarb berish doirasini kengaytganligi ustida to'xtalgan. Saqal va hijobga bo'lgan cheklimlar, haroq tamok setishga zo'rlash, Ramazonda yo'l qo'yilgan cheklimlar qatorliqlar tilga olingan. 2015-yili 7-oyda Tayland hukumatining 109 nafar Uyg'urni majburiy Xitoyga qaytarib berganligi mo tilga olingan.
Xitoyning Uyg'urlarni bostirganligini rad qilib, bu harakatini xalqarodagi terrorizmga qarshi turish harakatining bir qismi qilishga uringanligi Boy Ko'mirkan voqeasi bilan Parij terrorlik hujumini o'xshash qilib ko'rsatmoqchi bo'lganligi aytib berilgan. Uyg'ur muxbir Shuhrat O'shurning 3 qarindoshining parakandichilikka uchrashi, Fransiyalik muxbir Ursula Gautier'ning Uyg'urlar haqida yozgan maqolasi sababli Xitoydan qo'g'ilnishi qatorliqlar bayon qilib o'tilgan. Oxirida Xitoyning diniy erkinlik va aloqador kishilik huquq sohalaridagi qilmishlarining xalqaro o'lchamga uyg'un kelmaydiganligi, buning bilan birga Xitoyning xalqaro sahnada borgan siri o'ziga ishinib, dunyo rahbari roli elishga uringan siri bu o'lchamlarni ko'zga ilmayotganligi o'ttirib qo'yilgan va bir necha turli taklif berilgan. Xitoyda Uyg'urlarning vaqa sodir qilganligi haqida uchurlar tarqaldi. Xitoyda bir avtobusga o't ketib, 8 yo'lovchi o'lib, 5 yo'lovchi yaralangan bu voqeani Uyg'urlarning hujum qilganligi haqida uchurlar tarqaldi. Lekin Xitoy doiralari voqea tafsilotini oshkorlamadi. 28 aprel Xitoyning Shanxi o'lkasi Lantian nahiyasidan o'tib ketayotgan bir uzun yo'lliq avtobusga o't ketib, 8 yo'lovchi o'lib, 5 yo'lovchi yaralangan. Vaqadan keyin Shanxi o'lkasi va Xi'an shahrining doiralari naq maydonga yetib kelib tekshirish olib borgan. Doiralar shu kuni uqtirish chiqarib, bu voqeani jinoiy ishlar delosi deb e'lon qilgan va ommaning terrorlik hujumi haqidagi farazlarini inkor qilgan. Lekin atisdan boshlab Xitoydagi ba'zi idora organlar bu voqeani terrorlik hujumi deb e'lon qilib, ichki qismda ogohlantirish uqtirishi chiqargan. 4-ayning 29-kuni Xi'an elektr quvvati shirkatining Lentong sho'ba idorasi jiddiy uqtirish chiqargan. Uqtirishda 28 aprel Lantian nahiyasida Sharq Turkiston unsurlarining terrorlik hujumi sodir qilib, og'ir oqibat keltirib chiqarganligi aytilgan. Uqtirishda 3 turli talab o'ttirib qo'yilgan bo'lib, uning ikkinchisida salohiyati aniq bo'lmagan kishilarni, bo'libmi Uyg'urlarni bayqaganda hushyor bo'lish va darhol soqchiga ma'lum qilish lozim deyilgan. Uningdan boshqa torda shoferlarga qarata chiqarilgan bir parcha jiddiy uqtirish tarqalgan. Uqtirishda 28 aprel 12 dan 40 minut o'tganda Xi'andan Nanyangga mangan avtobus yuqori suratli tosh yo'lning Lantian nahiyasidagi bo'likidan o'tib ketayotganda terrorlik hujumi yuz bergan. Munosabatli uchurlarda oshkorlanishicha, mashinadagi 3 Uyg'ur shoferni chanab o'ltirgandan keyin o'zi elib chiqqan benzin bilan o't qo'yib 8 nafar odam o'lib, 5 odamning yaralanishini keltirib chiqargan. Vaqadan keyin qochib ketgan deyilgan. Bu uqtirishdimi shoferlarga qarata bir necha turli talab o'ttirib qo'yilgan. Ularning birinchisida barliq vositalarni qo'llanib, Uyg'urlarning mashinaga o'ltirishini man'iy qilish kerak deyilgan. Mazkur uqtirishning davomi ko'rsatilmagan. Xitoy taratqullari voqea yuz bergan kuni xabar qilib, buning bir jinoiy ishlar delosi ekanligini, tekshirish xizmatlarining davomlashayotganligini e'lon qilgandan sirt, bu deloning taraqqiyoti haqida hech qanday uchur bermadi. Amerika türmedeki Uyg'ur muxbir Mehmetcan'a ko'ngil bildirganligini bildirdi. 3-may Dünya Axborot erkinligi kuni munosabati bilan Amerika Davlat ishlari ministrligi boshlagan axborotga erkinlik berish faoliyatida Xitoyda muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur muxbir Mehmetcan Abdullahga ko'ngil bildirganligini bildirgan. 3-may Dünya Axborot erkinligi kuni bo'lib, bu kuni Amerika Davlat ishlari ministrligi boshlagan axborotga erkinlik berish faoliyatida Xitoyda muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur muxbir Mehmetcan Abdullahga ko'ngil bildirganligini bildirgan. Amerika ovoz to'rining xabar qilishicha, Mehmetcan Abdullah 2001-yili oliy maktabni bitirgandan keyin Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha bo'limida xizmat qilgan. 2009-yili Guangdong Shaoguanda Xitoylarning Uyg'urlarga hujum qilish voqeasi yuz bergandan keyin Dünya Uyg'ur qurultiyi o'z to'rida e'lon qilgan namoyish chaqiriqini Uyg'urchaga tarjima qilib, Salkin to'rida tarqatgan. 5-iyul voqeasi yuz berib, 2 oydan keyin qo'lga ilingan va 2010-yili 4-oyda muddatsiz qamoq jazosi berilgan. Amerika Davlat ishlari ministrligining muavin ministri Tom Malinovskining aytishicha, Mehmetcanning delosi Xitoyning Uyg'ur muxbir va faoliyatchilariga qaratgan keng ko'lamli bostirishining bir qismi ekan. Amerika Davlat ishlari ministrligi 2013-yillik har qaysi davlatlarning kishilik huquq dokumentida Mehmetcan Abdullahning muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligiga bo'lgan andishisini bildirgan. Uyg'ur shoira Nurala Köktürk xonimning so'zlari hammalarni ta'sirlantirdi. Türk Dünyası Ayolları Söz Qildi nomli xalqaroliq leksiya yig'inida Uyg'urlarga vakolatan atoqli Uyg'ur shoira Nurala Köktürk xonim leksiya so'zildi. Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Türkiye ayol rahbarlar va ayol ishchi xizmatchilar hamkorlik jamiyati Kaychat bilan
Türkiye Hamkorlik va Moslashtirish idorasi TİKA'ning himoyasi, shundaqla Vodafone telefon shirkatining iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlashi ostida Anqarada chaqirilgan Türk dunyosi ayol rahbarlar va ayol ishchi xizmatchilar konferensining Türk dunyosi ayollari so'z qiladi temalik xalqaroliq leksiya yig'iniga Uyg'urlarmi alohida taklif bilan qatnashdi. Yig'inga Turkiya Oila va ijtimoiy jamiyat ishlari ministri Dr. Sama Ramazan o'g'li qatorliq yuqori darajali ayol rahbarlar, parlament a'zolari, shaharlik hukumat boshliqlari bo'lib, nurg'un sonda amaldorlar, atoqliq faoliyatchilar va xalq ommasi qatnashdi. Yig'inda Uyg'urlarning azob uqubatlari haqida turkcha yozgan she'rlar bilan to'nilgan Uyg'ur shoira, shundaqla kishilik huquq faoliyatchisi Nurala Ko'ktürk xonim Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati va Uyg'urlar duch kelayotgan besimlar haqida nutq so'zildi. Yig'inning ochilish marosimida nutq so'zlagan davlat ministri Sama Ramazan o'g'li xonim butun dunyodagi mazlum millatlarning ismini tilga olgan bo'lsa-mu, Uyg'urlarning ismini atamaganligini anglagan Nurala Ko'ktürk xonim ministrga norozilik bildirib, "Hurmatli ministr, Uyg'ur xalqi hozir yo'q bo'lib ketish xavfi ostida. Ularni unutib qolmang" degan. Nurala xonim nutqi oxirlashgandan keyin Türkiye Oila va ijtimoiy jamiyat ishlari ministri Dr. Sama Ramazan o'g'li xonimga Uyg'ur do'ppisi va ko'k bayrog'ini hadiya qildi. Ezilayotgan Uyg'ur ayollarini unutmasligi kerakligini tavsiya qildi. Nurala xonim o'z ta'siroti haqida to'xtalib, agar Türk dunyosi ayollari so'z qildigan, undaqda birinchi bo'lib ezilgan Uyg'ur ayollar so'z qilishi lozim. Agar Türk dunyosining farzandlari so'z qildigan, undaqda Sharq Turkistondagi kichikkina turib insoniy haq huquqidan mahrum qoldirilayotgan Uyg'ur farzandlari so'z qilishi lozim. Agar kishilik huquqdan so'z ochadiganmiz, undaqda Sharq Turkistonning kishilik huquq masalasi barliq soha va munbarlarda cho'qim kun tartibga keltirilishi lozim dedi. Uyg'ur faoliyatchi shoira Nurala Ko'ktürk xonim so'zining oxirida Uyg'ur qiz ayollarni Uyg'ur davosiga aktiv qatnashishga chaqirdi. Bu yig'inni uyushtirgan ayol kadrlar va xizmatchilar hamkorlik jamiyati muavin raisi Gul xonim Uyg'ur ayollarining bu qatimqi yig'inda ba'zi talablarni o'ttirg'a qo'yganligini, bundan keyin Uyg'ur ayollarining haq va huquqini qo'g'dash uchun ba'zi xizmatlarni qildiganligini bayon qildi. Turkiyadagi hokimiyat partiyasida yangidan qurultay o'tkazildi. Türkiye Cumhuriyeti Baş Ministeri Ahmet Davutoğlu 22 may o'tkaziladigan Adalet ve Taraqqiyot partiyasi qurultayida partiya raisligiga nomzod bo'lmaydiganligini e'lon qildi. Bu Türkiye'de Ahmet Davutoğlu hukumatining oxirlashib, yangi bir hukumatning barliqqa keldiganligidan derak berdi. Türkiye Cumhuriyeti Baş Ministeri Ahmet Davutoğlu 22 may o'tkaziladigan Adalet ve Taraqqiyot partiyasi qurultayida partiya raisligiga nomzod bo'lmaydiganligini e'lon qildi. Bu Turkiyada Ahmet Davutoğlu hukumatining oxirlashib, yangi bir hukumatning barliqqa keldiganligidan derak berdi. Baş Minister Ahmet Davutoğlu 5 may tushdan keyin ochilgan Adalet ve Taraqqiyot partiyasining markaziy qaror va boshqarish kengashi yig'inidan keyin bayonot e'lon qildi. U 22 may o'tkaziladigan partiya qurultayidan keyin tadqiqotlarni va parlament a'zolik vazifasini davomlashtirganligini bildirdi. U bunda qaror berishida mag'lubiyat yoki pushaymonlik tuyg'usining yo'qligini eskartdi va bu vaqtda to'xtalib, bizning davrimiz muvaffaqiyat davridir. Mening bu qarorni berishimda har qanday shaklda his qilgan muvaffaqiyatsizlik tuyg'usi yo'q. Shundaqla men tashlagan qadam tufayli his qilgan pushaymonlikmi yo'q. Vazifamning haqqini berib, sharafim bilan o'rinladim. Hozir butkul Turkiyaning ko'zi Turkiya Cumhur Raisi Recep Tayyip Erdoğan ve Baş Minister Ahmet Davutoğlu'ga tikilmekte. İkkilan oldingi kuni 1 soat 40 minutlik uchrashuv elib borgan ve bu uchrashuvda partiya qurultayi etishni qaror qilgan. Davutoğlu Reis Erdoğan haqida mundaq dedi. Cumhur Raisimizning sharafi ham Turkiya Cumhuriyetining raisi hamda da'vo do'stim bo'lish sifati bilan meningmi sharafimdir. Uning oilasining sharafi mening oilamning sharafidir ve uning oilasi mening oilamdir. Hozir Turkiyada keyingi bosh ministerning kim bo'lganligi qiziq nuqtaga aylandi. Yaponiya bilan Xitoyning Sharqiy Janubiy Osiyoda iqtisodiy yordam raqobati davomlashmoqda. Yaponiya Tashqi ishlar ministri Xitoydagi ziyoratini oxirlashtiribla Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ziyoratini boshladi. U Mekong daryosi davlatlariga 7 milliard dollarlik yordam va'dasi berdi. Xitoy bo'lsa Yaponiyaning bu qilmishidan norozi bo'ldi. Yaponiya Tashqi ishlar ministri Xitoydagi ziyoratini oxirlashtiribla Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ziyoratini boshladi. U 7 milliard dollarlik yordam va'dasi berdi va Janubiy Xitoy dengizi masalasini tilga oldi. Taratqular Yaponiyaning pul orqali Xitoyni tushab qo'ymoqchi bo'lganligiga diqqat qildi. Xitoy taratqulari uning Xitoydan ketibla yuz o'rib Janubiy Xitoy dengizi masalasini tilga olganligiga norozi bo'ldi.
Yaponiya tashqi ishlar ministri Fumio Kishida 1-may Xitoydagi ziyoratini oxirlashtirib, Mekong daryosi vodisi davlatlariga bir haftalik ziyoratini boshlagan. Mekong daryosi vodisi davlatlari Burma, Laos, Tailand, Kambodja va Vyetnamdan iborat. U 2-may Bangkokda Yaponiyaning Mekong daryosi davlatlari bilan hamkorlashib, ularning ul aslihalarini yaxshilashiga yordam berdiganligini, 3 yil ichida taxminan 7 milliard dollar yordam ta'minlab, ularning taraqqiyotini ilgari suradiganligini bildirgan. Egilishicha, o'tgan yili 7-oyda Yaponiya va Mekong daryosi vodisi davlatlari boshliqlari yig'inida Yaponiya bu davlatlarga 3 yillik yordam berish plani tuzganligini e'lon qilgan. Shuning bilan birga Xitoymi allburun bu davlatlarga milliard dollarlik ul asliha qurilishi qarzi va hukumat yordam berdiganligini bildirgan. Fumio Kishida 1-may Bangkokda Tailand bosh ministri Prayut bilan ko'rishgan. Egilishicha, Prayut 2014-yili 5-oyda harbiy o'zgarish qo'zg'ab hukumatni qo'liga elib olgan. Shuningdan buyon Tailand bilan Xitoyning munosabati izchil yaqinlashgan. Yaponiya bosh ministri hafta oxiri Xitoyda ziyorati bo'lganda ikkili taraf ikki davlatning jiddiy munosabatini yaxshilashni xohlaydiganligini bildirgan. Lekin uning Bangkokdagi bir universitetda nutq so'zlaganda Janubiy Xitoy dengizi masalasini tilga olib, har qaysi davlatlarni qonunga rioya qilishga chaqirishi Xitoy taratqullarining noroziligini qo'zg'adi. Xitoyning Yer shari vaqt gazeti buningga inkos qaytirib, Yaponiya tashqi ishlar ministri Xitoy ziyoratini oxirlashtiribla chiroyini turib, Sharqiy Janubiy Osiyoga berib, Janubiy dengizni tavratdi mavzuliq obzor e'lon qilib, uning so'zlarining yoshirin holda Xitoyga qartilganligini bildirdi. Yaponiya tashqi ishlar ministri Tailanddan keyin Burma, Laos va Vyetnamda ziyorati bo'ldi. Xitoyning ommaviy tashkilotlarni boshqarish qonuni tanqidga uchradi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va bir qism mutaxassislar Xitoyning yangi ma'qullagan chegara sirtidagi hukumatsiz tashkilotlarni boshqarish qonunini aybladi. Xitoy Xalq qurultiyi 28-aprel payshanba kuni munozara keltirib chiqargan chegara sirtidagi hukumatsiz tashkilotlarni boshqarish qonunini ovoz qo'yib ma'qulladi. Bundan burun Xitoyda faoliyat qilayotgan hukumatsiz tashkilotlar va bir qism g'arb hukumatlari bu qonun loyihasiga bo'lgan andishasini bildirgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq alohida dokumentida ko'rsatilishicha, Xitoyning bu qonunining qoplash doirasi keng va moddalari mujmal ekan. Hamda bu qonun doiralarining o'xshamagan fikrdagilarni qo'rqitish va bostirish quroliga aylanib qolishi mumkin ekan. Dokument yana yangi qonun buzg'unchilik ta'siri elib keldi deyilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Xongley chorshanba kuni buningga qarata inkos qaytirib, Xitoyning kishilik huquq komiteti e'lon qilgan so'zlarga qat'iy qarshi turadiganligini bildirgan. U dokumentning betaraflamalik va amaliy bo'lmagan ayblashlarga to'lganligini, buning Xitoyning qonun turg'izish huquqiy va ichki ishlariga mudohala qilish bo'lganligini aytgan. Taxminan 1000 dak chet el ommaviy tashkiloti Xitoyda faoliyat olib berayotgan bo'lib, bu qonunda soqchilarga kengri huquq berilgan hamda bu tashkilotlarning Xitoyda a'zo qabul qilishi va mablag' to'plashi cheklangan. Xi Jinping rahbarligidagi Xitoy o'xshamagan siyosiy fikrdagilarni va osonliq millatlar, jumladan Uyg'urlarni bostirish uchun bir qator yangi qonunlarni tuzib chiqdi. Xitoy bu yildan boshlab yo'l qo'ygan atalmish terrorizmga qarshi turish qonuni va to'r bexatarligi qonun loyihasi dal shunday qonunlardan hisoblandi. Ayni vaqtda nurg'un matbuotlar va kuzatuvchilar Xitoyning terrorizmga qarshi turish qonunining Uyg'urlarga bo'lgan bostirishni kuchaytirish maqsadida o'tirg'i chiqqanligini ilgari surgan edi. Xitoyning amdilikda nikoh o'qishni cheklashi diqqat tortdi. Xitoy doiralarining 6 oyda oz sonli millat kadrlarining to'yda nikoh o'qishini cheklaganligi haqidagi xabarlar ijtimoiy aloqa turlarida tarqalgandan keyin turk matbuotlarining diqqatini tortdi. Xitoy doiralarining 6 oyda oz sonli millatlar kadrlarining to'yda nikoh o'qishini cheklaganligi haqidagi xabarlar ijtimoiy aloqa turlarida tarqalgandan keyin Türk matbuotlarining diqqatini tortdi. Turkiyaning yeni aktivisi qatorliq taratqularida bu vaqtda xabarlar berildi. Xabarda Xitoyning islom dinini eng cho'ng tahdid deb qaraydiganligi ilgari surildi. Bu vaqtdagi xabarlarning manbasi Xitoyning Tingshun to'ridan elingan. Tingshun to'rida 1-may e'lon qilingan ma'murlarning to'y qilish masalasi haqidagi bir maqolada oz sonli millat rayonlarida alohida ahvollarning borligi o'tirib qo'yilgan. Misollarning biri sifatida 6 oyda dinning nikohga aralashishi va mudohala qilishini cheklash, kadrlarning to'y ishlarida nikoh o'qishni man'iy qilish belgilanganligi tilga olingan. Xitoyning asosiy qonun va qonunlarida shundoqla darslik kitoblarda asonliq millatlarning til, yoziq, urf-odatlarining qo'g'dildiganligi aniq o'tirg'a qo'yilgan. Sharq Turkistonda yuqoriga o'xshash bir qator yerlik cheklama siyosatlarning o'tirg'a chiqishi
bir tarafdan Xitoyning o'zi tuzgan qonunlarga rioya qilmaydiganligini isbotlasa, yana bir tarafdan Xitoy qonun sistemasining kamtukligini asosiy qonunda belgilangan narsalarning yerlik siyosatlar orqali inkor qilinadiganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Davutoğlu zürür tepilsa Suriye'ye quruqliqdan askar avatimiz dedi. Türkiye Cumhuriyeti Başministeri Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin zürür tepilganda Suriye'ye quruqliq qismlarini yollash mumkinchiligining barligini aytdi. Türkiye Ovozi Radiosu'nun xabar qilishicha, Türkiye Cumhuriyeti Başministeri Ahmet Davutoğlu o'zimizni mudofaa qilish uchun mayli Türkiye'nin ichi yoki sirtida bo'lsin, har turli tadbirlarni yo'lga qo'yishga tayyormiz dedi. Başminister Ahmet Davutoğlu Merkezi Qatarga joylashgan Al Jazeera kanalining ziyoratini qabul qilib, Suriye musafirlar masalasi, PKK terrorlik tashkiloti, İran ve Misr munosabatlari degandek bir qator masalalarga doir savollarga javob berdi. Türkiye musafirlarga sarf qilgan pulning 3-4%ni hisobga olmaganda hech bir davlatdan yordam ko'rmaganligini eskartgan Başminister Davutoğlu Suriyalik musafirlarning Yevropa ittifoqiga qarshi ko'zir qilinganligi to'g'risidagi ayblashlarga javob qaytarib, Yevropalik bizning nima qilayotganligimizni yaxshi biladi. Demak, musafirlarni ko'zir qilmayotimiz, lekin musafirlar Yevropaga o'tib, u yerda krizis shakllantiradigan bo'lsa, Yevropa bilan o'ltirib bu krizisni hal qilishimizga to'g'ri keldi dedi. Davutoğlu Suriye meselesi ustida to'xtalayotgan asnoda muxbirning quruqliq qisminglarni Suriyaga avatishni o'ylashyapsizlar, Türkiye her daim Suriyada bir bexatar rayon ta'sis qilishni talab qilib keldi degan savoliga quruqliq qismlarini zurur tepilsa avatimiz. O'zimizni mudofaa qilish uchun mayli Türkiye'ning ichida mayli sirtida bo'lsin, har turli tadbirni yo'lga qo'yishga tayyormiz deb javob berdi. Başminister Davutoğlu bulupmu yaqinqi mezgillarda Kilisga etilgan raketamyotlarning Türkiye'ning Suriye chegarasi siyosatlariga ta'sir ko'rsatadigan yoki ko'rsatmaydiganligi to'g'risidagi bir savolga javoban Türkiye'ning bu jihatdagi siyosatining har doim ro'shan bo'lib kelganligini ta'kidlab mundaq dedi. Asadning qonuniyligini qat'iy qabul qilmaymiz, chunki u hali ham xalqini o'ltirishni davomlashtirmoqda. Suhbat jarayonida terrorlik tashkiloti PKK'ning qo'ral tashlash va terrorlik qilmishlaridan voz kechadiganligi to'g'risidagi va'dalarda turmaganligini ta'kidlagan Ahmet Davutoğlu terrorizmga qarshi kurashning odoqqicha davomlashadiganligini eskartdi. Aka-uka bokschilar Sharq Turkistonning Ay yulduzliq ko'k bayrog'ini lapildatdi. Türk aka-uka bokschilarning o'zlari qatnashgan yerlik va xalqaro musobaqalarda Sharq Turkistonning Ay yulduzliq ko'k bayrog'ini lapildatishi Uyg'urlarni hayajonlantirdi. Bug'ra Öner bu yil 24 yosh, Turkiya Adana shahridan. Aliptug' Öner 26 yosh, Bug'ra Önerning aksi. Bu ikkisi Turkiyaning Adana shaharlik tantarbiya klubining a'zolari. Aka-uka ikkilarning qisqacha natijalarini tanishtirsak, 2015 yili Dünya Boks klubi Turkiyaning Adana shahrida musobaqa o'tkazgan bo'lib, bu musobaqada Bug'ra Öner 23 yoshdan to'vallar orasida Dünya Boks chempionligiga erishdi. U bu musobaqada Gruziya mohiri Ramazi Gugichavsvili bilan maydonga tushgan edi. Uning hozirgacha 8 qatim Turkiya chempioni, 2 qatim Turkiya ikkinchisi, 1 qatim Turkiya uchinchisi, ko'plagan qatim xalqaro daraja va rayonlik chempionliklarga erishgan. 4 qatim Dünya chempionlik musobaqasida, 4 qatim Yevropa chempionlik musobaqasida o'ynagan. Shundaqla Turkiyaning eng yosh kasbiy boksyorchisi unvoniga erishgan va 2 qatim Turkiyaning eng muvaffaqiyatli tanarkachisi mukofotiga erishgan. Aliptug' Öner bu yil 26 yosh bo'lib, u Yevropa Osiyo Tinch okean boks musobaqasida chempionlik erishgan. Aliptug' Öner bu yil 26 yosh bo'lib, u Yevropa Osiyo Tinch okean boks musobaqasida chempionlikka erishgan. Aliptug' Öner bu yil 26 yosh bo'lib, u Yevropa Osiyo Tinch okean boks musobaqasida chempionlikka erishgan. U bu musobaqada Gruziya bokschisi Mendiya Nozadze bilan maydonga tushgan bo'lib, raqibini ikkinchi maydonda mag'lub qilgan edi. U jami 10 qatim musobaqaga qatnashgan bo'lib, 9 da g'alaba qilgan, birida mag'lub bo'lgan. Bu musobaqalarning 4 qatimligida raqibini mush zarbasi bilan yerga yiqitgan bo'lib, raqiblari hakam 10 ni sanab bo'lguncha qayta o'rnidan tura olmay mag'lub bo'lgan. Türkiye'nin Adana shaharlik tantarbiya klubining a'zolaridan Öner aka-uka qarindoshlar bu qatim mushu oyning oxirida Amerikada o'tkazilgan xalqaro musobaqada oltin kamar taqash uchun tayyorlik qilmoqda. Ömer aka-ukalar 30 aprel kuni Amerikadagi tayyorlik boks musobaqasida g'alaba qildi. Ular g'alabasidan keyin Sharq Turkistonning Ay yulduzliq ko'k bayrog'ini echib, Uyg'urlarni hayajonlantirdi. Shundaqla ular Amerikaga tushibla aerodromda Sharq Turkiston bayrog'i, Turkiya bayrog'i va Ko'k Turk davlati bayrog'i chiqarib, turklarni hayajonlantirdi.
Hammadan bak diqqat tortgan narsa uning aerodromda chiqargan bayrog'i ichida Sharqi Turkiston bayrog'ining hammadan cho'ng bo'lishi bo'ldi. Aka-ukalarning maqsadi Turk dunyosini, Turk tarixini va madaniyatini dunyoga tuntish bo'lib, ular buningdan burun o'tkazilgan davlat ichi va yoki xalqaro boks musobaqalarida Sharqi Turkistonning oy yulduzliq ko'k bayrog'i bilan Ozarbayjon bayrog'ini lapildatib kelmoqda. Shundaqla aka-uka ikkalan musobaqalarda emas, har xil faoliyat va namoyishlarda davomli Uyg'urlarning haqliq da'vosi bilan bir safda ekanligini bildirib kelmoqda va o'zi bevosita qatnashib, keng turk yoshlariga ulgu bo'lmoqda. Halepdagi bombardimon yuzlagan ommaning jiniga zamin bo'ldi. Suriyaning shimolidagi Halep shahrida 2 hafta davomlashgan bombardimon 300 dan ko'p kishining jiniga zamin bo'ldi. Rossiya mo bombardimonga qatnashdi va quruqlikdan yordam berdi. Suriyaning shimolidagi Halep shahrida 2 hafta davomlashgan bombardimon 300 dan ko'proq kishining jiniga zamin bo'ldi. Rossiya mo bombardimonga qatnashdi va quruqlikdan yordam berdi. Oxirida Amerika va Rossiya urush to'xtatishga qo'shilganligini e'lon qildi. Amerika va Rossiya 2 oyning oxirida Suriyadagi har qaysi taraflar bilan urush to'xtatish kelishimi hosil qilganligini e'lon qilgan edi. Lekin yaqinqi bir necha haftadan buyon Suriyaning nurg'un joylarida hujum avj oldi. Shimoliy qismdagi Halep shahrining vaziyati eng nachar bo'lib, Suriya hukumat armiyasining bombardimoni bir haftadan ko'proq vaqt ichida xalq ommasi eng ko'p talafotga uchradi. Rossiya topchi askarlarining 4-may chorshanba kuni Suriyaning Halep shahrida jangga qatnashganligi oshkorlandi. Egalanishcha Suriya Asad armiyasining o'tgan haftadagi Qudus doktorxonasiga qaratgan bombardimonida 5 sahiya xodimi va 30 fuqaro hayotidan ayrilgan. Halepdagi birdan-bir balla doktori Muhammad Vasim Abu Abdurrahman bu hujumda qazoga uchirgan. Suriya Tashqi ishlar ministrligi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi va xavfsizlik kengashiga xat avatib, xalqaro jamiyatning Halepdagi aholilarga qartilgan hujumlarni ayblashni va muvofiq tadbir qo'llanishni talab qildi. Dal aksicha Suriyadagi o'qituvchi tashkilotlar internet to'rida qazoga uchirganlarga aloqador rasm va videolarni tarqatib, hukumat armiyasi aeroplanlarining o'qituvchilar kontrolligidagi rayonlarni farqlantirmasdan bombardimon qilishining aholilarning o'lish yaralanishini keltirib chiqarayotganligini aybladi. Amerika Tashqi ishlar ministri John Kerry Jenevada Iordaniya, Saudiya Arabiston qatorliq davlatlarning tashqi ishlar ministrlari va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Suriyadagi alohida vakili bilan bir araya keldi. John Kerry 2-may Iordaniya tashqi ishlar ministri bilan ko'rishganda Rossiyaning o'ttirg'i chiqib Suriyada tinchlikni asliga keltirishga yordam qilishga chaqirdi. U xalqliq paytlarda Rossiya bilan hamkorlashishni xohlaydiganligini, Suriya hukumatining Rossiyaning so'zini anglab, xalqaro jamiyat xavfsizlik kengashida ma'qullagan bayonotga ovoz qo'shishini umid qildiganligini bildirdi. Egilishicha yaqinqi 2 haftada Halepda davomlashayotgan hujumlarda 300 dan ko'proq kishi hayotidan ayrilgan. Ularning ko'pinchisi ayollar va kichik bolalar. 5-may payshanba kuni Amerika bilan Rossiya Halepda urush to'xtatish haqida kelishim hosil qilganligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Yangi bir qatimliq programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.